batdagi muhit nosog'lomligi, ani o'liging chiqadi bakdan. YouTube'ga chiqsa deb yana menga bosim qilyapti. Ade bular mana shu kelgan vrachlarni bosim o'tkazib umumiy amaliyot shifokori, undan tashqari o'sha oilaviy shifokorlik punktining mudiri bo'lib tayinlandim. Oydin. Bu vedomosti o'zi olgan ekan. Masalan, kim bilan chiqishmasa, kim bilan kelishmay qolsa, o'shani xohlagan kuniga kelmadi hisobida qilib, ishda bo'lmagan qilib berilar ekan. Qarasam, men bitta vedomosti, birinchi vedomosti shuna bo'lyapti. Bir kunda 15 kishini kelmadi deb hisoblayapti-da. Bu degani 50% xodim yo'q degani. Hatto prokurorning oldiga kirganmiz, kirmagan joyimiz qolmagan ular. Siz ish qilamiz? Ha, ish bo'lmaysiz. Yo'q, hozir bitta haydash payga tushyapti. Batta 3 oydan oshiq vrach ishlamas ekan. Kabineti bu kirsangiz, mana bu vrach maktabida oldiga, vrach bu kichkina tualetda u. Tualetda o'tiribdi. Shu yurt uchun xizmat qilgani kelganman. Shuning uchun men u holatda turibman. Chetlarda shuni targ'ib qilaman deb. Menga qilayotgan bularning muomalasini qarang, tuhmatini qarang. Dunyoda ikkita buyuk ilm bo'lsa, bittasi bu Qur'on ilmi, ikkinchisi bu tibb ilmi. Buni kamerani ko'ryapman, siz kamerani o'chirib qo'yasiz. Bu chetda o'chirib turgan joylaringizda faktlar bor. Faktlar bor. Sizga ko'rsatmayman, tarmog'ida ko'rasiz. Fuqarolik yig'ini, Chashma, Zanga, Chimoqcha fuqarolik yig'inida yashovchi insonlarning dardi bu doim qo'rquvda kelgani, batta doim janjal bo'lishi, vrachni ketishi, mana shu narsa yillar davomida yechimini topmayapti. Videoga ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'zini kasal deb video qilyapti-da, ish jarayonida u o'zini kasalligini e'tirof qilyapti. Yechimni yozib kasal bu ishga ruxsat yo'q deb yozyapti betimga. Men buni kasalman deb tushuntirib, qo'ymayapman bu ishga. Mutaxassislarga, jamiyan mutaxassislarga. ...2024-yil 9-oktyabrdan men O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligini mana shu anklav hududlarda vrach yetishmovchiligi uchun, ehtiyoj bo'lgani uchun shatga xizmat vazifasi bo'yicha kelganman. Vrach sifatida ishlash uchun, xalqqa xizmat ko'rsatish uchun. Batga o'sha